Bugun sizlarga mollar haqida qiziqarli faktlar aytib beraman. Mollar aslida tabiatning eng serfoyda va qiziqarli jonzotlaridan biridir. Mollarning eslab qolish qobiliyati juda ham yaxshi. Ular kim yaxshi munosabatda bo'lsa, eslab qoladi. Mollar musiqa eshitishni bilishadi. Hatto yumshoq musiqa qo'yilsa, ko'proq sut berishi ham mumkin. Ular bir-biri bilan kuchli do'stlik o'rnata oladi. Agar u do'stdan ajrasa, stressga tushadi. Mollarning ham xarakterlari bo'ladi. Ba'zilari sokin, ba'zilari juda o'ynoqi, ba'zilari esa qiziqqon bo'ladi. Xuddi odamlar kabi. Ular suvda yaxshi suzishadi. Hid bilish qobiliyati juda ham yaxshi. Qora mollar tabiatning bir qismi bo'lib yashaydi. Ular o't-o'lanlar bilan oziqlanadi. O'z navbatida ularning go'ngi yana o'sha tabiatga, yerga o'g'it bo'lib qaytadi. Ular tabiat siklida ishtirok etadi. Inson ham tabiat bilan umuman yashashi, uning resurslaridan oqilona foydalanishi va isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik kerak. Hayotimizdagi har bir harakatning oqibati bor. Biz atrof muhitga nima bersak, shu bizga qaytadi. Videoni mol boqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.